Aynan Imperial brendimizni klientlarimiz yaxshi ko'rishadi va nimaga tanlab kelishadi, shuni sabablarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi sababi bu balonimiz sizlarga maksimum komfort beradi, sizlar xohlagan hamyonbop narxga. Ikkinchi sababi bu balonimiz aynan shu brend 50 yildan beri balon ishlab chiqaradi. Shu sababli juda ham sifatli materiallar ishlatiladi va komfort asosida bu balonimiz ishlab chiqariladi. Bu balonimiz Xitoyda ishlab chiqariladi va Belgiya brendi hisoblanadi. Bu balonimizga juda ham sifatli materiallar ishlatilgan, juda ham kam miqdorda stretch materiali bor. Shu sababli qishda qotib qolish foizi juda ham past. Qishda -15 gradusda ham bu balonimiz xudo xolasa qotib qolmaydi. Bu balonimiz vsesezonniy hisoblangani uchun yozda ham qishda ham bir xil yuradi. Yozda qanday yursangiz, qishda ham xudo xolasa uyaltirmay bir xil yurib beradi. Shuncha komfortiga bu balonimizni bilmagan odam qimmat deb hisoblashi mumkin, lekin adashasizlar, bu balonimiz juda ham hamyonbop narxda. Archa protektorli balonni umri qisqa deyshadi, bu probegi kam deyshadi. Lekin bu balonimiz 50-60 ming kilometr yurib beradi. Undan ham ko'proq yurib beradi agar ekspluatatsiyasini to'g'ri qilsak. Ekspluatatsiya deganda balansirovka razvalini to'g'ri vaqtida qilganda. Klientlarimizga yana bitta yoqadigan tarafi, bu balonimizni moshina olishligi bilan shuni taqishadi, qishin yozin yurishadi. Qishda zimniy taq, yozda letniy taq, ovoragarchilik degan narsa yo'q. Aynan shu balondan sizlarga kerak bo'lsa, bizning Avtomaximiz do'konimizga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hamma mashinaga razmerlarimiz mavjud.